Assalomu alaykum maslahatchi do'stlar. Mana obunachilarimiz kardavonni ko'rsating deb so'rashyapgandi ko'pchilik. O'shanga kecha o'zim video qilolmadim, bitta o'zim bo'lganim uchun. Bugun operator ham topdik, xudo xolisa. Bunda ramkalarni olib, qanaqa darajada asal beryapti ko'rsatib o'tamiz. Hozir arilarni ko'pi ishda. Shunday bo'lsa ham mana do'stlar holati arini yaqindan mana shu holatda. Bularni hozir ikkita ramkasini olamiz, xudo xolisa ko'rsataman do'stlar. Bu kardavan matkamiz, bilasizlar, oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. 1-aprel kuni urug'ga kirgan matka. Buni enasi haliga 3-4 kunlik sovuqda o'lgan. Mart oyidagi 11-martlardami yoqqan qorda o'lib qolgan edi. Undan keyin ochib chiqqan o'zidan chiqargan matkasi shunchalik darajada ishladi, bu xudo xolisa. Hozir sekin olib ko'rsataman. Oxiridan bitta bu tomondagisi, bunga asal yig'mabdi ham shekilli. Yo'q. Mana asalni ham ko'ringlar do'stlar. Cho'tki holatda ishlayapti ekan. Bu tarafi ham xuddi shu holatda. Urug' lekin zo'r. Kardavanni holati. Do'stlar, kardavan ko'pchilik arichilar unchalik yoqtirishmas ekan, faqat bolaga ishlaydi deb. Lekin hozir mana asalga ishlashini ham ko'rsatamiz do'stlar. Bu atrofda hech narsa yo'q paytda olib kelayotgan asal. Og'irligini qaranglar buni. Voy. Tarozim bo'lganda tortib ko'rsatardim. Beta bir 3 kilo 4 kilo chiqadi. Mana do'stlar, yaqindan ko'rsat. Hidini bilyapsanmi asal? Ishlarga ko'proq. Mana shunaqa holat. Ha. Bu tarafi ham mana eng pastigacha chirs qilib asalni yig'ibdi. To'xtang, men bu tomonga o'tib olaman. Mana yorug'da ko'rsatdik. Yashil asal yig'ibdi mana do'stlar. Yashil asalni qaydan olib kelgan bilmayman. Ham yashil asal. Bu yilgi arichilar ko'pchiligi ashaqa yashil asal yig'yapti deb tashlashyapti videoda. Bizda arilarda ham bor ekan yashil asal yig'yapgani. Endi bu Toshkent territoriyasida to'g'risi gap nimadan olib kelayotganini bilmayman. Chunki yaqin o'rtada paxtazor yo'q, ekinzorlar yo'q, katta ekinzorlar yo'q. Shu Pashti shaharni chekkarog'idamiz u. Lekin Pashti mana shahar. Do'stlar, lekin xudo beraman desa tepalarni ko'rsatdim-da, asalli joylarni. Mana shu holatda kelib turibdi. Endi yopishdi, boshlabdi bir tomonidan sekin bularni ko'proq joyini yopib olsa, xudo xolisa
основной ramkalar teparog'ini olasizmi? Sizni keyingisini olaman. Xullas do'stlar, aytganimdek o'sha arni turida farqi yo'q ekan. Ko'proq zich ushlansa asalni olib kelaverar ekan. Mana bu ramkalarni ko'ring. Bu ramka ham 3 kilocha chiqadi. Tepalarni. Mana shu holatda kelib yotibdi. Do'stlar, eng qizig'i bu ari unchalik haligi ro'yga chiqishga ham, ro'yga o'tirishga ham harakat qilavermas ekan. O'zi bilib sekin ishini qilaverar ekan. Qolgan arilarimiz ham endi yomon emas. Karnika, Karpatlarimiz ham yomon emas. Bu lekin ulardan ko'ra anchagina yaxshi ishladi bu yil. Hamma ramkasida asal bor. Ko'rib turganlaringiz. Tushunyaptimi? Ana bu tomonni ham ko'rsatamiz. Bu tomonda ham cho'tka qilib yig'ishyapti ekan. Hozir mana shu yerda 10 ta ramka bo'lishi kerak. 10 ta ramkadan do'stlar 10 talasida ham asal yig'ishgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana bular 10. Xullas bularda asalni olishimiz kerak. Bu hafta vaqtimiz bo'lmasa kerak, xudo xolisa keyingi haftalarga ham ungacha bular anchagina yopib tashlashadi, asalni pishirib. Yopilgan asal mana shu zo'r yopishibdi. Zo'r yopishibdi mana do'stlar. Bu tomonni ham mana